deb so'ragan ukamiz uchun men, demak, savol. Ustoz, kreatin yoki protein zararmi? Javob berishdan shoshilish emas. Avvalambor sport yo'lini tanlaganingiz bilan tabriklayman. Protein va kreatin masalasida bo'lsa, men shunday javob bergan bo'lardim. Tadqiqotlarim va super kachok trenerlik ish faoliyatimdan kelib chiqib to'la to'kis ayta olamanki, va hayot tajribamdan kelib chiqib to'la tekis ayta olamanki, bitslarni ko'ryaptim, viqorliga o'xshamayman. Zararga keladigan bo'lsak, zarar bu yashashni o'zi ham zarar. Yashashdan inson o'lib qolishi mumkin. Va undan kuchliroq gap aytaman hozir sizlar uchun yoki siz uchun. Ukajon, yangi Amerika ochiladi. Siz bitta narsani tushuning. Hech kim eshitmasin. Bu yangi gap. Hech kim uni aytmagan. Oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi. Mashallah, Leyla. Mendan zo'ri yo'q. Chaqmoq, skriptonitda muzikasi, tin, nigohlar.